Yo, barchaga salom bo'llar. Sizlar bilan men yana o'sha Aziman. Bu meni yangi kanalim, eski kanalim esa qandaydir muammolar tufayli o'chib ketdi. Mayli, gapni ko'paytirmasdan bugungi videoni boshlaymiz. Qarochi, bugungi video hamma mana bu yuzni ko'rgan bo'lsa kerak. Buning ismi Verity va buni ko'p youtuberlar video qilib chiqmoqda. Lekin hamma muhokama qilyapti buni telefondagi Bedrock varianti bormi deb. Men bugun sizlarga shuni telefon uchun Bedrock versiyasini ko'rsatib o'taman. Bu modni qayerdan topaman deydiganlarga bu mod men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalim silkasi kommentariyada yoki описаниеda bo'ladi. Kanalimga obuna bo'lib like bosib qo'yinglar va Telegram kanalimda juda ham ko'p modlar bor. Bemalol o'tib topsanglar bo'ladi o'sha yerdan. Mana bolalar, Minecraftga ham kirib oldik. Biz hozir yangi karta ochamiz va hozir biz bu modni qo'shib olamiz. Xo'sh, mana bu mod. Buni qo'shib olamiz va bu yerda ham qo'shilibdi. Hozir mana bu yerda eksperimentga o'tamiz va mana bu yerdagi barcha tugmalarni yoqib qo'yamiz. Nimaga mana hamma tugmalarni yoqib qo'yish kerak, bo'lmasa bu mod sizda ishlamaydi. Hozir endi bu kartaga kirib olamiz. Qani bosilmayapti, qani go. Yana bir gap bo'lar. Men hozir Minecraftni 1.26.30 versiyasida bu videoni olyapman. Boshqa Minecraft versiyalarga tushadimi yo'qmi? Buni bilmayman bo'lar to'g'risi. Balkim tushmasligi ham mumkin. Men 22 ga ham o'rnatib ko'rdim, lekin bu mod unga tushmadi. Sizlar aktiv bo'lib, kanalga obuna bo'lib, like bosib turinglar va keyingi video aynan shu Verity bilan Vigivania bo'ladi. Sizlar faqatgina aktiv bo'lib tursanglar bo'ldi. Mana deyarli kirdim, mana kirib ham oldim. Xo'sh, ko'rib turganlaringdek mana yo'llaringda paydo bo'ladi bu. Eshitayotgan bo'lsanglar, hey deb bizga murojaat qilyapti. Buni ochish yo'lini hozir ko'rsataman. Bitta bossangiz mana tepaga chiqadi va ichidan Verity mana Verity paydo bo'ladi. Mana bu xalaqit beryapti. Hozir buni eshitamiz. Qani Daji ovozlarigacha bolalar juda ham ajoyib modga o'xshayapti. Hali o'zim sinab ko'rmadim lekin. Xo'sh, endi buni hozir hamma yo'l bilan sinab ko'ramiz. Nimalar qila oladi? Tak, mana bu yerda juda ham katta g'or bor ekan. Shaxta. Hozir biz buni o'ldirishga harakat qilib ko'ramiz. Yozilishicha buni o'ldirish umuman imkonsiz ekan. Mayli, hozir biz buni sinab ko'ramiz. Tak, aytgancha men Vigivaniada edim-ku, survivalda. Hozir men kreativga o'tib olishim kerak. Bu yerga qo'yilib ketdi. Qani qo'limga kelchi. Hozir biz kreativ kreativga o'tib olamiz. Tak, qayerda? Mana bu yerda ekan. Bu juda ham yangilangan versiya ekan bolalar. Menimcha bu oddiy telefonlar ko'tarmasa kerak bu versiyani. Tak, hozir bizga lava kerak bo'ladi va biz buni yoqib yuboramiz hozir. Aytgancha mana bu yerlarda buni har xil yuz shakllari ham bor ekan. Hozir bularni qo'yib tekshirib ko'ramiz. Qani, mana buni qaranglar. O'ldiraman deb turibdi-ku. Tak, hozir nimagadir mana bularni qo'ymayapti. Menimcha bularning hammasi bitta, faqat yuzi har xil. Tushunarli. Endi biz hozir buni o'ldirishga harakat qilib ko'ramiz. Yonib ketdimi? Bir pasda bu yerda ekan. Nimalardir deyapti. You can't hear me. Xullas nimalardir deyapti. Inglizchaga uncha tushunavermayman. O'zingizlar tarjima qilib olsanglar bo'ladi. Mana chekkada so'zlari turibdi. Mana bu basharasini qaranglar buni. Menga o'qrayib qarab turibdi, lekin hozir uzoqroqqa borsak qandaydir maxluqqa aylanib qolishi mumkin. Videolarda ko'rganimda shunday bo'lardi. Lekin keyingi vaqt men endi yoqimtoy bo'laman deyaptimi? Nima tushunmadim. Bu yana o'z holiga qaytib qolibdi-ku. Hozir buni rosa ham asabiga tegamiz. Menimcha asabi chiqyapti bundan. Xo'sh, yana bir marta yoqib olamiz. Trash musursan deydimi menga? Chinursin sen kichkina.
Nursun, qancha buni asabiga tegmasam ham baribir maxluqqa aylanmayapti. Asabi temirdanmi deyman bu kichkinani. Nursun hech nima bo'lmayapti. Menimcha qorong'i tushganda, kech bo'lganda bu o'z qiyofasini ko'rsatsa kerak. Men shunday deb o'ylayapman, chunki har doim kechqurun maxluqlar ko'p yuradi. Buni esa tashlab yuboraman pastga. Endi menga buni keragi yo'q. Hozir mana zombilar buni o'ldirib tashlaylar, yeb tashlaylar, seni zombilar qariga jo'nataman. Nimagadir o'xshamadi. O'xshadi-yu kechqurun. Menimcha bu katta maxluq aylanib kelsa kerak. Bu haqida hali video chiqaraman. Sizlar faqat obuna bo'lib, like bosib, meni poddesh qilib aktiv bo'lib turinglar. Mayli, keyingi videoda ko'rishguncha